Sog'lom inson, sog'lom millat. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan mazkur umummilliy g'oya jamiyatimizning barcha qatlamini qamrab olgani bilan ahamiyatli. Bugun jismoniy tayyorgarlik darajasi sinovlarining ilk ishtirokchilari o'quvchilar bo'lishdi. Sport, maktabgacha va maktab ta'limi vazirliklari, Milliy olimpiya qo'mitasi va boshqa mutasaddi idoralari rahbarlari, mutaxassislar ishtirokidagi vakillar poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi 86 va 220, Shayxontohur tumanidagi 102, Mirzo Ulug'bek tumanidagi 50 va 64, Chilonzor tumanidagi 202 va 138 umumta'lim maktablarida bo'lishdi. O'quvchilarning jismoniy tayyorgarlik sport sinovlari ixtiyoriy talabalarini qabul qilish jarayoni ko'zdan kechirilib, mas'ullarga tegishli tavsiyalar berildi. Biz yugurdik, bol o'ynadik, arqonda sakradik, 10 metrga yugurdik. Bergan motivatsiyalardan juda xursandmiz. Men kelajakda baland natijalarga erishaman. Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash bo'yicha Sport vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Mudofaa vazirligi va Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan qo'shma qaror imzolandi va qo'shma qaror bu sport sinovlarini qabul qilish 5 ta bosqichda amalga oshiriladi va 11 yosh toifasi bo'yicha bu sinov me'yorlarini o'tkazishdan asosiy maqsad o'quvchilarning sportga bo'lgan qiziqishini oshirish va iqtidorli bolalarni saralab olishdan iborat. Ta'kidlash kerakki, hozirga qadar mamlakatimiz bo'ylab 5 million nafardan ziyod o'quvchi may.sport.uz elektron platformasi orqali sport sinovlarida ishtirok etish uchun ariza topshirishgan. Mazkur jarayonda umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi 33 ming nafardan ziyod jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari, 10 mingdan ortiq chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilari hamda sport maktablaridagi 1888 nafar seleksionerlar mas'ul etib belgilandi. Mana shu o'quvchilarimizning 113 ming nafari, ya'ni 28% maktabdagi jismoniy tarbiya fani o'qituvchilari tomonidan, shuningdek sport maktablaridan biriktirilgan trenerlar tomonidan, demak, jarayonlar o'tkazilib, baholash ishlari amalga oshirildi. Va bu 5-mayga qadar davom etadi. 5-mayga qadar biz mana shu jami 403 ming nafar o'quvchilarimizni baholash tizimiga o'tib, ERP tizimida, demak, ularni bugun tahlillarini chiqarib, aynan 7-17 yoshdagi o'quvchilarimizni yosh toifasi bo'yicha jismoniy tayyorgarlik darajalarini baholash imkoniyati bizda paydo bo'ladi. Va mana shu tahlillar asosida, demak, keyingi bosqich, ya'ni maxsus sinovlarni topshirish jarayoni boshlanadi. Maxsus sinovlarimiz, demak, sport muassasalarida, ya'ni Toshkent shahridagi mavjud 23 ta sport ta'lim muassasalarida professional, demak, mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Eslatib o'tamiz, jismoniy tayyorgarlik bo'yicha sport sinovlarini o'tkazishdan ko'zlangan maqsad aholi o'rtasidagi sog'lom turmush tarzini shakllantirishdan iborat.